Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabinlar. Videorolik kengroq tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shgan holda videoga like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. Yupqa kulcha non 80 kishiga kifoya qildi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Abu Talha Ummu Sulaymdan menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tovushlari past eshitildi. Bu ochlikdan bo'lsa kerak. Huzuringda biror yegulik bormi? deb so'radi. U ha deb bir kulcha arpa nonni berdi. Uni ro'molcha o'rab qo'lim ostiga qistirdi va meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga jo'natdi. Men kelsam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidda odamlar bilan turgan ekanlar. Meni ko'rib, seni Abu Talha jo'natdimi? dedilar. Men ha dedim. Taom bilanmi dedilar. Ha dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam atroflaridagi kishilarga turinglar deb uyimiz tomon yurdilar va biz birga keldik. So'ng men Abu Talhaning kelishgani haqida xabar qildim. Biznikiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va odamlar kelishibdi. Ularni oldilariga qo'yadigan narsamiz yo'q-ku, dedi. Ummu Sulaym Alloh va Rasuli bilguvchidir, dedi. Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kutib olish uchun peshvoz chiqdi va uyga u zot bilan birga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Kel, Ummu Sulaym, yegulikka nimang bor?" deb so'radilar. U boyagi kulchani keltirdi. Uni ushatishni buyurdilar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh xohlagan so'zlarni aytdilar va 10 kishiga ruxsat bering dedilar. Shunday qilib, kelganlarning barchalari undan yedilar. Ularning soni 70 yoki 80 kishi edi. Xulosa, o'zingizdan yaxshilar. Videoroligimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.